Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarni CyberFeja va CyberJob.uz Telegram kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bizning birinchi frontend darsimiz boshlanadi bu videodan. Birinchi darsimizni HTML ni o'rganishdan boshlaymiz. HTML o'zi nima? HTML texnologiya. Bu dasturlash tili emas. Eslatib o'taman, bu dasturlash tili emas. Har doim yodingizda tutinglar. Bu Hypertext Markup Language, ya'ni HTML ning to'lig'i Hypertext Markup Language degani so'zlarning qisqartmasi, ya'ni gipermatnni belgilash tili. Oddiy qilib aytganda, HTML saytning skeleti yoki asosiy karkasi hisoblanadi. Biz internetdan ko'radigan barcha veb sahifalar matn, rasm, tugma, link va hokazo HTML yordamida tuziladi. Keyin unga CSS bilan dizayn, JavaScript bilan funksiyalar qo'shiladi. HTML nimaga kerak degan odamlarga matn, rasm, videolinklarni joylashtirish, veb sahifalarini tuzilishini belgilash, ya'ni skeletini, sarlavha, paragraf, jadval, ro'yxat va hokazolarni qo'yish, brauzerga ko'rsatmalar berish. Masalan, bu matn sarlavha, bu joyda rasm chiqsin degan ma'noda biz HTML ishlatamiz. HTMLni kim yaratgan degan savol ham ba'zi bir odamlarda tug'ilishi mumkin. HTMLni Tim Berners-Lee, ya'ni birinchi veb saytni ishga tushirgan, www ni ishga tushirgan odam Tim Berners-Lee ismli ingliz olimi 1991-yilda yaratgan. U CERN, Yevropa yadroviy tadqiqot markazida ishlagan va ilmiy ma'lumotlarni internet orqali oson almashtirish uchun HTML ni ishlab chiqqan. Qisqa tarixini aytib o'tib ketaman. 1991-yil birinchi HTML versiyasi paydo bo'lgan. 1995-yil HTML 2.0 chiqqan. Asosiy standartlar qo'shildi. 1995-yilda, 1997 va 1999da HTML 3.2 va 4-versiyalar chiqarildi. 2014-yil HTML 5-versiya chiqdi va hozirgi kunda eng keng qo'llaniladigan versiya hisoblanadi. U yordamida video, audio, animatsiya va interaktiv elementlarni HTML orqali ishlatish mumkin. Xullas, HTML saytning poydevori. Sayt qurishda birinchi bo'lib HTML yoziladi, keyin CSS bilan bezatiladi, JavaScript bilan jonlantiriladi deb tushunsak bo'ladi. Xo'p, biz bugun kirish qilamiz. Bugun sizlar bilan HTML texnologiyasini o'rganamiz dedim. HTML bu brauzerga veb sahifani qanaqa ko'rsatishni aytib beradigan texnologiya deb tushunib o'tib ketsanglar ham bo'ladi. Biz bu HTML o'rganishni ikkita darsga bo'ldim. HTML ning asoslarini to'liq o'rganamiz. Birinchi darsimizda asosiy taglarni ko'rib chiqamiz. HTML hujjatini tuzilishi. Har bir HTML fayl boshidan oxirigacha muayyan tuzilishga ega bo'ladi. Uni shunaqa yozamiz. Xo'p, biz boshlashdan oldin birinchi fayl ochib olamiz. Fayl nima? O'zi papkani o'zingizlarni nima proyekt xosligi bo'yichasiga nomlab ketsanglar bo'ladi. Misol uchun, men давайте hello deb nomlayman shuni. Давайте. Ana endi men VS Code ni ochishim kerak. VS Code menda, xo'p, mana VS Code'im bor. Xaytirlar, hammaga salom. Xo'p, VS Code ni ochib oldim. VS Code menda har doim stilda mana shunaqalar bo'ladi. Xullas, VS Code ni ochib oldim. Biz HTML faylini ochish uchun boya aytib o'tganimdek, boshidan oxirigacha muayyan tuzilishga ega bo'ladi. Uni interaktiv qilib yozamiz yoki belgilab ketamiz. Например, misol uchun deganim index.html. Index.html mana ko'rib turganingizdek o'zini logotipi chiqyapti va mana bu menda index.html fayli ochildi. Bu yerga biz masalan ba'zi bir videolarda o'rgatilgan, men birinchi odam emasman o'rgatayotgan HTMLni. Ba'zi birlar doctype mana bunaqa birinchi yozib, doctype bir nimalar deb yozib qiynalib o'tirib tushuntirishadi-da. Eng oson usuli Shift 1. Mana bu ko'rayotganingizdek unda chiqyapti. Bosamiz va HTML ning birinchi yozilish kerak bo'lgan kodlari уже avtomatik yozilib bo'linadi. Har doim bizga kerakli bo'lgan usul deb tushunsak bo'ladi. Xo'p, men endi sizlarga noldan bu taglarni tushuntirib o'tib ketaman. Doctype HTML o'zi bu yerda nima, bular nima, baribir odamlar savol berishadi. Brauzerga bu HTML 5 ekanligini bildiradi. Xo'p, HTML tagi nima deb so'rasanglar, butun sahifa shu yerda. Hit. Mana hit chiqyapti. Bu yerda hit sahifa haqida ma'lumot, sarlavha, kodlash, CSS, JS, xullas shularni ichida yoziladi. Ya'ni CSS ni biz hit ichiga yozishimiz kerak. Buni nimaligini keyinchalik batafsilroq tushunib olasizlar. Boji tana, общий bitta katta tana. Bojini ichida основной biz kodlar yozishimiz kerak. Boji bu ko'rinadigan qism deb tushunib olsak ham bo'ladi. Ana endi kelinglar.
Endi kelinglar matn yozishni o'rganamiz. Har doim matn yozishni o'rganishdan boshlanadi. Bu endi matn yozishni o'rganamiz. HTML da sarlavha darajalari bor. Masalan, H1 dan H6 gacha. Xo'p, bo'lmasam boshladik. H1 уже avtomatik chiqib ketyapti. Bu H1 eng katta sarlavha. Mana endi mana ko'rayotganingizdek anaqa taglar ochib oldim. Endi давайте hozir bularni ko'rib ketamiz. Brauzerda ochib ko'ramiz. Men aytib o'taman, biz brauzerda saytni Chrome'dan yoki bilmadim brauzerda ochish uchun biz har doim bizda Live Server degan extension o'rnatilgan bo'lishi shart. Bo'lmasam biz brauzerda ochib saytimizga qanaqa ko'rinishda bo'layotganini biz ko'ra olmaymiz, test qila olmaymiz, nima bo'lyapti, nima jarayon ketyapti ko'ra olmaymiz. O'shaning uchun har doim esingizda tutinglar, VS Code'da o'zi extension degan joy bor. Mana bu yerda ko'rayotganingizdek, bu yerda Live Server yozishimiz kerak. Mana ko'rayotganingizdek, menda уже o'tkazilgan. Mana shu extensionni biz o'tkazib olishimiz kerak. Sizlar bu yerdan o'tkazib olishingiz kerak. Xo'p. Biz boyagi joydan davom etamiz. Open with live server. Ko'rayotganingizdek, menda chiqib keldi. Xo'p, menda уже brauzerda ochildi. Windows o'zini brauzerda ochildi. Ko'rayotganingizdek, уже nimaligini tushungan bo'lsangiz kerak. Bu H1 eng katta sarlavha, bu H2, H3 bular tekstlarni razmeri. H1 eng kattasi, H2 undan sal kichkinaroq, shunaqa ketaveradi ko'rayotganingizdek. Xo'p, ana endi keyingisidan ketdik. P tagi bu paragraf. Давайте yozib ketaman, chiqimlar. Bunisi ham chiroyli, tushunarli bo'ladi. Bu oddiy matn. Bu paragraf. Bu oddiy tekst. Xullas, oddiy tekst qilib tushunib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, P paragraf degani o'zi paragrafli tekst. Keyingisi bizda P давайте strong. Yo'q, P ichidan olamiz. Strong va ichidan text. Naqadar yozamiz. Endi yana bir marta ochamiz. Ko'rayotganingizdek, bunaqa qattiqroq, bosma tarzda, chiroyliroq, boshqacha shrift tarzda chiqazib berdi strong tagi. Strong qalin va kursiv tekstni chiqarish uchun bizga kerak ekan. Xo'p, keyingisi M. Давайте emphasis. Ya'ni tagi to'liq nomi shunaqa. Sen hammasini ichiga qilib ketaman. Ana. Esa kursiv. Yozuv. Keyingisi endi buni ochib ko'ramiz. Ikkinchi. Alfabetimiz mana emphasis ko'rayotganingizdek, emphasis M, ya'ni kursiv tarzda bizga chiqazib berdi. Strong bu qalin tarzda. Keyingi tagimiz bizda BR. Xo'p, mana ko'rayotganingizdek, to'xtanglar, hozir men sizlarga ochganim yo'q. Ko'rayotganingizdek, bu yerda hammasi ketma-ket ko'rsatilgan. Biz shuni orasida joy ochishimiz kerak. Давайте kursivdan keyingi yozuv degan tekstni biz pastga mana qo'yib qo'yish, olib tushishimiz kerak. Bu narsa qanaqa qilinadi degan odamlarga biz hozir tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni BR tagini biz ishlatamiz. BR tagi yangi qatordan yozish degan tushuncha olsanglar bo'ladi o'zinglar uchun. Mana strong emphasis esa kursiv yozuv. Mana shunaqa gaplar. Small tagini ham sizlarga ko'rsatib tushuntirib ketaman. Small уже tagi nomidan nimaligini tushunib olgan bo'lsanglar kerak. Kichkina matn. Open with live server. Bu kichkina matn. Ko'rayotganingizdek, почти biz bu H5 bilan bir xil, lekin farqi P bilan o'xshash shriftni chiqarib beradi. H5 da qalinroq, lekin hammasini farqi bor ko'rayotganingizdek. Bu frontendchilar uchun juda ham muhim. Ana endi biz kelinglar linklar bilan ishlashni o'rganamiz va rasmni ham qo'shib ko'ramiz. A tagini ochib olamiz. Biz ochib olganimizdan keyin biz bu yerga link qo'yib ketishimiz kerak.
Давайте bo'lmasa bunaqa qilamiz. Ichidan bunaqa yozib olamiz bizning sayt. Va biz hozir qanaqadir randomli rasm olamiz. Apple изображение. Xo'p, nima rasm yoqdi? Shu rasmni biz olishimiz kerak. Apple nomlab qo'yamiz, olib va ana endi ana slash qo'yamiz, Apple web qo'yamiz. Ana endi bizning saytni ochsa, mana knopkani bossak, bizda bizning sayt chiqyapti. Boyagi saytni ko'rayotganingizki, bizning saytni bosganimizda mana shunaqa rasm ochilyapti. Biz bu yerda agar naparod qilmoqchi bo'lsak, misol uchun boshqacharoq, balkim rasm turganda link ochiladigan qilmoqchi bo'lsak, kelinglar shuni ham qilib ko'ramiz. Image rasmni qo'yamiz. Apple web, yana biz altga kelinglar Cyberjob logotip yo'q. Apple logotipi deylik. O'zimizdan reklamani yo'q qo'ydim. Xo'p. Yana endi biz image qilib o'tirmaymiz-da, biz buni chista unaqa qilishimiz kerak. Mana olib tashlaymiz. Buni chopamiz va biz ichidan yozib ketamiz. Mana endi Open with Live Server. Buni ko'rayotganingizdek, bu kichkina matnni pastdan chiqib qoldi nimagadir. Yonidan chiqib qoldi. Mana bu yerdan BR qo'yamiz. Hoppa. Mana endi joy tashlash kerak. Ana ko'rayotganingizdek, bizga nimaga BR-dagi kerakligini o'zingiz ham tushunganingizlar. Bosganimdan keyin menga silkaga o'tib ketish kerak edi, lekin silka biz hamki qo'ymadik hrefga. Hrefga silka qo'yishimiz kerak. Silka qo'yish uchun bizga kelinglar randomli qanaqadir saytda reklama emas, endi bu randomli saytni qo'yamiz. AliExpressni qo'yamiz. Hop, AliExpress saytini ko'rayotganingizdek, stilni chiroyli ochildi. Biz kodimizga qaytamiz va biz bu yerga href shunaqa qo'yamiz. Open with Live Server. Ana endi men bosganimdan keyin boyagi AliExpress saytimizga o'tib ketib qoldi. Ko'rganingizdek. Mana bosaman, AliExpress saytiga o'tyapti. Ana endi biz tushunolish uchun A8ga, ya'ni biz o'zbek tilida A deb aytamiz, link, href, manzil, target blank degan narsalar ham chiqadi, yangi oyna ochiladi degan tushunchalar tushunsangiz bo'ladi. Xo'p, target blanklarni ham ko'rsatib ketaman keyinchalik. Imagedagi bu rasm, square, mana bu ko'rayotgan square ile manzil, mana bunga ko'rganingizdek rasmni olib kelib qo'yib qo'ydim. Shu manzildan olasan rasmni va saytga qo'yasan degandek bo'ldim. Alt bu Apple logotipi deb yozib qo'ydim. Qachon kerak bo'ladi? Mana bosganimdan keyin mana bu ko'rayotganingizdek hozir ochib olamiz. F11 bilan ko'rayotganingizdek GitHubda masalan bu joyda kod yuklab qolishingiz mumkin, komandalar bilan birga ishlab qolishingiz mumkin. Prosta alt ichiga Apple logotipi deb yozib ketib qolsanglar, sizlardan keyingi ishlayotgan dasturchiga bu tushunarliroq bo'ladi. O'shaning uchun altdagi rasmni tushuntirish SEO va ko'zi ojizlar uchun kerakliroq bo'ladi. Ko'zi ojizlar masalan saytda bitta tugma bilan bosayotganda qanaqadir dastur o'rnatilgan bo'lsa, o'sha yerda Apple logotipi deb звучит qilib beradi. O'sha programma, o'rnatilgan programma. Xo'p. Ana endi biz kodga qaytamiz va ro'yxatlar va bo'limlash bilan ishlashni o'rganamiz. Xo'p, frontendchilar o'zi ko'pincha ro'yxatlar bilan ishlashadi. Tartibli yoki tartibsiz degan ro'yxatlar bizda bor ekan. O'sha narsalarni sizlarga tushuntirib beraman. Boyaga yozgan narsalarimizdan hammasini ko'rsatilganini chopamiz. Ana endi qaytamiz kodga. Boyagilarni yopib ko'ramiz. Ularni bizga hozircha kerak emas. Ana endi men sizlarga o'rgatadigan taglarimdan birinchi boshlanadigani bu, kelinglar boshda nomlab ketamiz. Chiroyliroq turish uchun tartibsiz ro'yxatdan boshlaymiz. Xo'p. Bizda ikkita tag bor. UL va li. UL bu list, tartibsiz underdated list deb o'zi to'lig'i underdated list. Li bu element. Xo'p. Keyingisi OL degan bizda list tagi ham bor. U ordered list raqamli tag. Ya'ni keyinchalik hozir ko'rib kod davomida tushunib ketasizlar. Xo'p. UL li. Li'dan bizga kelinglar 3 ta ochib olamiz. Olma. Давайте banan. Banan egg. Shaftoli. Xo'p. Ana endi biz kelinglar shuni ochib olamiz, ko'ramiz hozir.
Ko'rayotganingizdek menga list tarzida berdi. Bu tartibsiz ro'yxat. Ana endi biz uni tartibli qilib olamiz. Hop, Laydan yana biz 3 ta ochib olamiz. Hop, birinchi, ikkinchi, uchinchi. Mana endi yana ochib olamiz. Mana ko'rayotganingizdek bizga raqamli ro'yxat qilib berdi. Bu yerda tartibsiz, bu yerda tartibli ro'yxat deb tushunib olsanglar ham bo'ladi. Кому как frontendchilarga har xili kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi biz keyingi o'rganadigan tagimiz div deb nomlanadi. Div bizada eng kerakli frontendchilar uchun eng kerakli taglardan biri blok bo'lishi uchun. Xo'p, bizga div nimaga kerak? Video davomida tushunib olasizlar. Div ochib oldim. Bu div bo'lim ajratadi. Ya'ni qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizlarga? Biza boya hamma kodlarni H2 tartibsiz ro'yxatdan URL boyagi undan ham oldingi o'rgangan taglarni biza bojning ichiga yozib ketyapmiz. Bu demak bitta tana. Div bitta kichkina tanani ichidagi bitta korobka yoki kichkina tana deb tushunib olsanglar ham bo'ladi. Div masalan любой narsa yozib ketsa bo'ladi. Bo'lim ajratadi. Xo'p, yana bitta qolib ketgan tagimiz bor. Uni ham ko'rsatib ketishim kerak. Span degan tagimiz bor. Span bu matn ichida qisqa ajratish uchun kerak bo'ladi. Misol uchun CSS bilan ishlayotganda kerakroq bo'ladi. Misol uchun давайте kattaroq tag yozaylik-da, tekst yozaylik-da. H1 lorem ana ko'rayotganingizdek lorem, kстати, lorem bizda uzun tekst yozib o'tirmaslik uchun lorem deb yozsanglar chiroyli qanaqadir tekst uzunroq yozib chiqazib beradi. Xo'p. Mana ko'rayotganingizdek bizda lorem bizga tekst yozib berdi. Ana endi men qaysidir tarafini ajratib olishim kerak. Span mana vitayini ajratib olmoqchiman. Nimaga? Balkim rangini o'zgartirib qo'ymoqchidirman. Qolganini oq qilib bitta mana shu vitayini rangini qora qilmoqchidirman. O'shaning uchun bizga span tagi kerak bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Ana endi men sizlarga UISF beraman. Shu o'rgangan taglardan foydalanib, qisqacha mini sayt yasab kelishingiz kerak bo'ladi. Saytlarni sizlar Rootwest administratoriga bemalol tashlasanglar bo'ladi. U yerda bizada 10 balli sistema bor. 10 balli sistemada sizlar har yiqqan ballinglarga sizlarga sovg'a bor. O'sha sovg'alarni ballar yig'ilib sovg'a olib olishingiz mumkin bizning kanalda. Xo'p, hammaga rahmat. Darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi HTML darsida sizlarni kutib qolaman.